Bismillah deb sinosdan qolmaylik deb mana O'nadirni katta yo'lini kengaytirish munosabati bilan xullas hammaga sinos deb yozib ketgan ikki tomonga. Mana 430 yerlar bor. 390, 330, 180, pastdan 18 dan chiqib kela olish, tevasi ponni hammasi qo'tarasiga mana shu uylarni hammasi ketadi. 3.5 o tomondan 2.5 3 22 metr katta yo'l tushar ekan. O'nadirga qarab chiqib ketaverish. Xullas kalom ikkita yo'lni bo'yi podryad uylarni sinos deb yozgan 3.5 metrgacha. Ularni qatorida o'zimizga mana 290 assalomu alaykum turibdi. Ko'pchilik yangilik so'rab qoladi-yu, Qirg'izistonda nima gap deydi. O'nadirliklarga bemalol katta yo'l tushiramiz. Endi kompensatsiyasida beradimi degan savol bo'lib qoladi. Biz ham shuni bilmaymiz. Umid qilib turibmiz davlatdan Qirg'iziston O'sh shahri O'nadirda katta sentralniy yo'li. Yana keyin bu yerda hech kim krasniy liniyaga chiqqan emas. Krasniy liniyani первый etapda o'zi birinchi etapida hammani kirgizib bo'ldi. O'zi bu ikkinchi etapi. Kimlardir qaytadan qurib krasniyni kirgan yeridan yana uni ustiga yozgan. Uni ustiga yana qaytarib yozib, shunaqa o'zi yo'l kirilsin, mana bunaqa probkalar yo'qotish maqsadida 4 polosli yo'l tushar ekan.